Assalomu alaykum, kanalimiz muxlislari. Sizlarni Student kanalida ko'rib turganimizdan xursandmiz. Sizlarga yangi o'zim ochgan Student Plus kanaliga taqdim qilaman. Agar mana shu ketma-ketlikdagi videolarimizda ko'rmoqchi bo'lsangiz, o'z kanalimda kutib qolaman. Student Plus kanalida aynan ketma-ketlik bor. Har bir darslarni ketma-ketlik bo'yicha qo'yib ketishga harakat qilaman. Shuningdek, aynan pattern metodlari bo'yicha o'rgatishga harakat qilamiz. Sizlarni o'z kanalimizda kutib qolamiz. Hozir esa darsni boshlaymiz. Rossiyaning ingliz tili bo'yicha eng katta maktabi bor, Nikolay Yagitkin asoslangan Advance degan shkola. Men u odam bilan shaxsan tanishman, Nikolay Yagitkin bilan. Moskvada biz ham o'quv markazimizda uchrashganmiz. Biz endi mana shu vaqt ichida, 600 soat ichida yetkazib beradigan darajamiz bor, ha? Misol uchun 80% gacha yetkazib berishimiz mumkin, 60-80% darajagacha. Demak, eng asosiy savollarga javob topdik. Endi qanday qilib, nimadan boshlash kerak degan joylar to'g'ri keladi. Birinchi 3000 ta so'zni yodlab, keyin grammatikaga o'tish ham xato. Birinchi bir 300 ta so'zni boshlab, shularni o'zgartirib boshlash kerak. Hozir mana biz pattern deb nomladik. Hozir metodni tushuntiraman. Demak, tilga qaraymiz. Boyagi 3 ta metod orqali. Mana tilni men 4 ga bo'laman. O'zi til shunday tashkil topgan, hamma til ham. Til deganda nimani tushunadi? Gapirish, eshitish, yozish, o'qish. Nima uchun maktabda o'rganilmay ketdik? Necha yil o'qib. Nima uchun hozir maktabda ham Rossiyada ham 10 yil ingliz tili o'rgatiladi ruslarning o'ziga ham. Nima uchun ular o'rganilmay chiqaydi? Sabab даже ekzaminga tayyorlanib, ekzaminni yechadigan o'qishga kirib ketgan bolalar ham nima uchun gapira olmaydi to'shna. To'g'ri, my name is bir balalar deyish mumkin, lekin realni gapirishga qo'ysangiz uncha gapira olmaydi. Realni muzikani qo'yib ber, tarjima qilib ber desangiz, yarmini ham tarjima qilib bera olmaydi o'sha bolalar ham. 10 yil o'qib ham 2 yil repetitorga borman. Nima xatolik bo'lyapti bu yerda? Til deganda asosan repetitorliklar yoki biron bir kitoblar sizga mana bu yozdiradi, keyin o'qitadi. Mana shu ikkita qismga e'tibor qaratadi ular. Hozir bizning kanalimizda nima uchun ko'ryapsiz? Ko'rayotgan odamning 70% bizga mana bu qism uchun kerak. Gapirish uchun, eshitish, gapirganda tushunish uchun. Asosan bizga gapirish uchun kerak. Bizda esa maktablar, grammatika hammasi yozdiradi, o'qitadi. Bizga gapirishimiz kerak, eshitishimiz kerak. Bitta buni darsda o'tiribsiz, rus tili darsida. Necha minut gapirishingiz mumkin u joyda? 10-15 minutdan ko'p ruscha eshitmaysiz ham. 5 minutdan ko'p ruscha gapirmaysiz ham u darsda. Asosan yozasiz, uyga vazifa qilib kelayotganda ham, keyin o'qiysiz uni ham. Bu bilan biz katta natijaga erisha olmaymiz. U bilan siz yaxshi test yechadigan bo'lib chiqasiz, bo'ldi. Lekin yaxshi gapiradigan emas. Bizning kanalimizni ko'rayotgan ko'pchilikka yaxshi gapirish kerak. Keyin gapirganda tushunish kerak. Buni hammasi vaqt talab qiladigan narsa. Biz 600 soat deydigan, o'sha 600 soatni to'g'ri bo'laklarga bo'lishimiz kerak. Hammasiga 150 dan bo'lib chiqish 150 soatdan. Bu xato. Bizga asosan 200-250 soatda gapirishga, 150-200 soatda eshitishga, bularga qolgan 75-75 soatdan bersa bo'ladi. 50-100 soatgacha qaysida muhim bo'lsa. Demak, asosiy e'tibor gapirish bilan eshitishga qaratish kerak. Raz gapirish uchun nima qilish kerak? Gapirish kerak. Oldingi videolarni ham misol qilib keltirgandim, misol uchun velosiped misolda, ha. Yaxshi velosiped haydash uchun nima qilish kerak? Agar umringizda velosiped haydamagan bo'lsangiz, o'tirib 5-6 marta velosiped haydash kerak. To'g'ri, siz borib oyog'ingizni trenirovka qilishingiz mumkin yoki o'pkangizni trenirovka qilishingiz mumkin, yordam beradi velosipedga deb. Lekin umringizda velosipedga o'tirmagan bo'lsangiz, bari yiqilasiz. Chunki ular yordam beradi, lekin asosiy yo'llanmani bermaydi. Asosiy yo'llanma velosiped haydash kerak, velosiped haydash uchun. Buni X yozishni o'rganish uchun nima qilish kerak? Shuni yozishni X yozish o'rganish uchun X yozish kerak. To'g'rimi? Shunday o'rganasiz X yozishni. Shunday gapirish uchun ham gapirish kerak. Gapirishni to'g'ri o'rganish uchun ham gapirish kerak. Bundan katta sekret yo'q bu yerda. Lekin ko'pchilik tushunadi, bu gapirish degan demak bitta rus bilan gaplashishim kerak ekan. Bu metod bilan siz tez o'rganib keta olmaysiz. Bitta rus bilan gaplashib o'rganib ketasan degan metod xato emas, lekin o'ta uzoq va qiyin yo'l bu. Buni hozir nima uchun bunday gapirayotganimni tushuntirib beraman va qanday boshqa yo'llar borligini ham aytaman. Mana tasavvur qiling, siz bitta rus o'rtog'ingiz bilan gaplashib o'rganmoqchisiz. Mana bu siz. Masalan, bu o'rtog'ingiz.
Hop. Ikkalangiz taxminan o'tirib 1 soat misol uchun gaplashdingiz, 1 soat. 60 minut. 1 soat gaplashdingiz. Endi shuning har doim 60 minut siz gapirmaysiz-ku, o'rtacha 30 minut siz gapirishingiz kerak, 30 minut u gapirishi kerak. To'g'rimi? Agar siz gapingizni 45 minut gapirib, u 15 minut gapiradigan bo'lsa, u odam ertasi kun siz bilan boshqa gaplashmaydi o'zi. Agar 45 minut siz gapiradigan bo'lsangiz, maksimum 30 minutga 30 ga gapirasiz. 50 ga 50. To'g'rimi? Endi mana shu ikki kishi gaplashaydi, tasavvur qilamiz yana. To'xtovsiz gaplashib turish mumkinmi ikkita odam? Mumkin emas. Birov gapiradi, sal pauza bo'ladi o'rtada, sal o'ylab gapiradi. Ikkita odam tap deb bir-biriga gapiravermaydi to'xtovsiz, to'g'rimi? Gapiradi o'rtada, sal pauza bilan gapiradi. Gap hazm qilib, keyin gap chiqadi odamdan. Demak, mana shu o'zi 60 minut gaplashiladi 1 soat agar tasavvur qilsak. O'sha 1 soatning ham mana shu realniy gaplashiladigan vaqti 40-45 minut gaplashiladi o'zi bo'ldi. 40-45 minut. Chunki qolgan 10-15 daqiqa shunchaki pauzalarga yo'q bo'lib ketadi. Shunchaki pauzalarga. To'xtovsiz gapirilmaydi-ku. Siz gapni eshitib, keyin o'ylab biron bir gap gapirasiz unga. Demak, 40-45 minut. O'sha 40-45 minutning 2 ga bo'lamiz, 20 minutdan qolyapti. 20 minut, 20 minut. Agar u bilan tengma-teng gaplasha olsangiz unda ham. Demak, nima bo'layapti? Siz bitta rus bilan bir kunda 1 soat gaplashib, atiga 20 minut gapirasiz xolos. 20 minut gapirasiz xolos. Siz gapirdingiz 20 minut. 1 soat gaplashdik degan fikr xato. Siz 20 minut gapirdingiz xolos, 20 minut. Demak, agar siz 20 minutdan gapirsangiz, 20 minutdan, unda qancha vaqt kerak bo'ladi siz 250 soat gapirishingizga? Biz aytdik, 250 soat siz gapirishingiz kerak dedik. To'g'rimi? 250 soat. Soat bu minutda. Demak, siz 3 kunda 1 soat gapirasiz. Demak, siz 250 soat gapirish uchun sizga 750 kun kerak bo'ladi agar gaplashib o'rganaman desangiz. Shuning uchun ham Rossiyada 2 yil yurib, odamlar zo'r bozor gapirish mumkin xolos. Unda ham uverenda gapirmaydi, chunki bir kunda 1 soatdan gaplasha olmaydi-ku. Bir kunda gaplashadi yarim soat, uning ham boyagida 20 minut emas, 10 minutini gapiradi. Shuning uchun ham Rossiyada 2 yil, 4 yil yurib ham odamlar fikrini to'liq yetkazib bera olmaydi birovga. Sabab nimada? Sabab mana shu vaqtning kamligida. Unga agar siz ham Rossiyaga 3 oy yoki 6 oy bo'lgan bo'lsa kelganingizga, mana shuncha gap 250 soat gapirishingiz uchun, 250 soat gapirish uchun sizga 750 kun kerak bo'ladi agar kuniga 1 soatdan gaplashsangiz. 750 kun bu 2 yildan ortiqcha vaqt degani. 2 yildan ko'p vaqt kerak bo'ladi sizga bo'limini 6 balli sistemada 3 ga javob berishingiz uchun. Biz 2 yil emas, hozir sizga uzog'i bilan 4-5 oylik variantni taklif qilyapmiz. Qanday qilib demak gaplashsa bo'ladi, mana shu vaqtni tezlashtirib. Ham boyagi qoidalarni inobatga olgan holatda. Men yana bir eslatib o'taman, qanday qoidalarni kuzatish kerak edi. Qanday qoidalarni kuzatish? 3 ta qoidani kuzatishimiz kerak edi. Birinchi qoida izolyatsiya edi. Bitta temani bir vaqtda ko'rish kerak edi. Ikkinchisi intensivniy bo'lish kerak edi. Ya'ni ko'p qaytarilish kerak edi. To'rtinchisi обратная связь bo'lish kerak edi. Ya'ni siz to'g'ri javobni olishingiz kerak edi srazu. Mana shu 3 ta qoidani kuzatgan holatda qanday qilib biz to'g'ri xulosaga kelsak bo'ladi? 1, 2, 3. Qanday qilib mana shu 3 ta qoidani kuzatgan holatda biz ko'proq gapirsak bo'ladi? Demak, biz pattern metodlarini sizlarga taklif qilamiz. Bu metod qanday metod?